Aka-ukalar, opa-singillar, jigarlar. Hozir men bitta joyda turibman. Mana atrofni qarang. Mana shu qabristonda qanday insonlar yotibdi. Har birimizni kelayotgan joyimiz mana shu qabriston. O'sha uchun qabristonga kelib Qur'on tilovatlar qilib, siz ham, biz ham hammamiz bu dunyodan o'tguvchi. O'sha uchun Allohdan so'raylik, har birimizning xonadonimizda tinchlik, totuvlik bo'lsin. Hech kim bevaqt bu dunyoni tark etmasin. Har bir inson yasharkan yaxshi niyat bilan farzandlarini kamolini yetkazib, Alloh yo'lida yaxshi amallarni qilib, katta-katta ihsonlarni qilib, oldiga maqsad qilaydigan insonlar hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugun mana yalang oyoq Eshon bobo qabristoniga kelib, o'tgan otamizni, otalarini, bobolarini kelib ziyorat qilib ketyapmiz. Sizlar ham kelib ziyorat qilib ketishliklaringizni so'rab qolamiz. Sog' bo'lingizlar.